Brad, bilmasangiz qanasi deyavermang, qanaqa 0004 00 olib chiqish mumkin edi. Hol lising bo'lgani yo'q-ku. Hol market kapta normal summa turibdi. U ham yana yaxshi ko'rmagansizlar siz. Yana boshqa bir novolom odamga yana 7 milliard token tashib bergansiz, tushunmayapsiz. Bu zo'r narsa chiqadi. Kamida 0014 yoki 00 2 chiqish kerak, tushunyapsizmi narxi? Tavaga bolalar gapirib, odamlar gapirib, yuragi bunaqa bir yurang ezib, bunaqa gap qilavermang, maylimi? Bratan, menga anaqa Telegramda, media gruppada menga har qanday aql chiqavermang, maylimi? Любой token birinchi chiqqan sizga narxini 0.1 yoki 0.2 yoki 1 dollarga chiqarmaydi, tushunyapsiz? U chiqarsa, u faqat bunaqa o'zi alohida yakka coinlar, bunaqa o'zi xuddi tonkoinga o'xshagan o'zi yakka coinlar shunaqa narx chiqarish mumkin. Boshida 2 dollar, 3 dollar chiqarish mumkin. Lekin anaqa meme tokenlar hayotda bunaqa 1 dollarni chiqara olmaydi boshida, tushunyapsizmi? Market cap birinchi boshlanish 500 million bo'lsa ham, kerak sekin ko'tarib ketadi. Xuddi Notcoin qanaqa bo'ldi? Notcoin birinchi chiqqanda Notcoin narxi pizz bo'lgan yo'q-ku. 0.001 chiqdi. Keyin ko'tarib ketdi market capdan narxini, tushunyapsizmi? Qanasi tavga gapiravermang. Bu ham birin Pavs Stimuli Solana blockchain chiqarib. Solana juda nima edi? Bunaqa yaxshi ko'ch o'zi 3 ta bo'lsa, birov Ethereum, Bitcoin, Solana 3 ta eng yaxshi kriptovalyuta. Solana degani endi bu narxi boshlanishi 0.01 chiqadi, keyin sekin narx ko'tarib ketadi Pavsam, tushunayapsizmi? Любой token ayniqsa meme token chiqqan narxi zo'r chiqmaydi. Masalan, Donald Trump tokeni birinchi chiqqan 0.1 chiqqan. Birdan narxi osmonga ketmagan. Keyin 8 dollardan 8 birinchi 0.01 chiqqan, 0.1 chiqqan Trump tokeni, keyin 0.2 chiqqan, keyin 1 dollar chiqqan, keyin 6, 10, keyin 71 dollar chiqqan, yana tushib ketgan. Tushunarli? Любой token birinchi chiqqandan sizga anaqa pizz narx chiqarib bermaydi, tushunyapsizmi? Birinchi chiqqan paytda 0.1, keyin 0.2, sekin ko'tarib ketaveradi, tushunyapsizmi aka? Bu men token bu, tushunyapsizmi? Bu sizga alohida token emas-ku u. Men token shunaqa narxi birinchi past chiqadi, keyin narx oshadi. Xuddi Notcoin qanaqa bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa bo'ladi, Pavsam.